Assalomu alaykum, obunachilar, yaxshimisizlar? Yaqinda O'zbekistonga borib keldim. Hozir Qozog'istondaman. Uyga borganda uydagi imkoniyatlarni taroziga qo'yib ko'rdim. Mana shu moliyaviy erkinlik kurslarida o'qib, ancha moliyaviy bilimlarim oshgandan keyin uyga birinchi marta borishimda, endi 1,5 yil bo'ldi bormaganimga. Borib, uyim 10 sotik общий. Qishloqda turamiz. Ozgina joyiga molxona, ozgina joyiga 60 kvadratlik qilib uy solingan. 3 xonalik. Ichida dushi, tualeti bor. Shular qilingan ichiga. Hamma sharoit qilingan xullas ichiga. Qolgan yerlarim bo'sh turibdi. Qarab turish shuncha yerim bo'sh turibdi-kan. Shuncha sharoit bor ekan, shuncha imkoniyat bor ekan. Bor imkoniyatdan 100% foydalanmayotganligimni o'zim sezdimda, bilib, qarab turib. Qancha mana uyim katta-da, endi misol 10 sotik. Yaxshi-da, o'rtacha. Shu yerdan 6 oy yozi bilan produktlarni hammasini o'zimiz огородdan chiqarib yesak bo'lar ekan. Hech narsa sotib olmasak ham bo'lar ekan. Ko'chada mevalar bor, o'rik, shaftoli yo'q. O'rik, olma, gilos, yong'oq, hamma narsa bor. Yong'oq 1 yilda ta'minlayapti bizni. 2 tup yong'oq bor. Yildan yilga yetyapti. Bo'sh joylar bor yana. Yaxshilab огородda qaramayotgan joylarimiz. Shuni o'g'itini yaxshi solib harakat qilsak, misolda juda ham ko'p produktlarni o'zimiz огородdan chiqarib yesak bo'lar ekan. Unga katta og'ir mehnat ham kerak emas, ozgina masalan 50 tup pomidor eking, 50 tup bolgarskiy, yana 50 tup, bir 10 tup, 15 tup badring, shunaqa narsalarni ekib, yana boshqa narsalar, misol kartoshkami 3-4 ta joyga, misol yo'q, agat deyiladi endi. Biz Andijon Shevada. Shularga ekib, yaxshi qarasa zo'r hosil beradi-yu, shuni o'zimizdan chiqarsak bo'lar ekan. Bitta menda 10 sotik ekan, qo'shnilarimda 15 sotik, 20 sotik yerlari bo'sh yotganlar bor. Bo'sh bo'lmasa ham yaxshi foydalana olmaydi-da, 100 ga 100. Biz o'ta shudgor qilishda ham qoloq bo'lib ketibmiz, shu o'zbek xalqi. O'ta qoloqlashib ketibmiz. Xitoylarni qarang. Internetda ko'rib havas qildim. 1 sotik, yarim sotik teplisalari bor. Yashab turgan uydan eshigini ochsa teplisaga chiqyapti, qarang. Ichida hamma narsa bor-da, salat deysizmi, qizilchami, u piyozmidi, chesnok, hamma narsa ekilib yotibdi. Ukrop deysizmi, nima bo'lsa bor-da. Огородdan shuni yulib chiqib, teplisasidan yarim sotik 10 kvadrat qilib oling. 1 kvadratiga rediska seping, eking, 1 kvadratiga yana boshqa 1 kvadratiga 1 kvadratdan qilsangiz 10 kvadratlik teplisani bemalol bitta обогревательimiz to'letda tok bilanchi. Men uyat deb o'ylayman. Qishloqda yashab turib, shuncha sharoit bo'lib turib, qilmasdan shuni harakat qilib, ko'katni birovlardan sotib olib, do'kondan sotib olib yegan qishloqli odamga uyat deyman endi. Hayronman endi. O'zim shuncha imkoniyatlar qo'ldan boy berib olayotganimizni ko'rib, o'zim ham uyatib ketdim. Va deb, haqiqatda qoloq ekanmiz biz огород qilishga deb.
mana meni hozir 6 sotik joyim bo'sh yotibdi-da. Endi mana bu yil 1,5 sotikcha joyni boqib keldim. Sahnimni oldi eski uy bor edi, shuni buzgandan keyin oldi 2 sotik joy sahna bo'lib ketdi. 1,5 sotigini qo'ydimda sahnaga, qolgan joyni uydan 4 metr tashlab turib boqib yubordim. 15 tutcha narsa ekdim. 1,5 sotikcha joyga har xil mevalar ekib qo'ydim, ikkitib-ikkitibdan qilib. Endi yaxshi qarasak agar hamma narsa o'zimizdan chiqadi. Onarmi, xurmomidi, qishga saqlanadigan yaxshi sortli uzumlar ekdim. 2 yil oldin ekib qo'ygan uzum o'sha meva berishni boshladi. Mevasini yeyishni boshladik o'sha. Qolgan yana shuncha joyim turibdi bo'sh. U yerga tovuqxonalar qilib, qo'y boqadigan joylar qilib, tovuq kunlik rasxodingizni qoplaydi tuxumi. Qo'y har 3 oyda bir sotasiz qo'ydi. Mol bo'lsa yana uni buqalar boqib qo'ysangiz, har yarim yilda bir sotsangiz bo'ladi, agar оборот qilib. Sigir agar boqadigan bo'lsangiz, shunaqa joylarda sigir ham kunlik oziq-ovqat chiqaradi o'zidan, ham bolasini boqadi. Sigirdiki 2 yilda bir agar tug'ib berib, bolasi buqa bo'lib qolsa, 2 yil, 2,5 yilda bir juda katta pul tashlaydi. Sigir o'zini o'zi boqadi, suti bilan, qaymog'i boshqasi bo'lib. Shunaqa zo'r imkoniyatlardan foydalanmayapmiz ekanmiz. Unga katta оборотga pul kerak desangiz, hech qanaqa pul kerak emas katta. Oddiy $300-400 oylik oladigan odam eplansa bo'ladi. Bu kichikroq narsadan boshlab, bir ikkita qo'chqor olib boqib, bir 20 ta tovuqdan boshlasangiz bo'ladi. Misol 2 million, 3 million bilan boshlasa bo'ladi boshida. Sekin-sekinda hamma narsa. Tovuqdan boshlang. Kunlik rasxodlaringizni qoplab tursa, oyligingiz yana ham ko'proq to'planadi. Keyin qo'y tashlang. Keyin u yana ham sizga yordam bo'ladi. O'rdak boqing masalan. Go'shtni o'zingizdan chiqaring. Hamma produktlarni o'zingizdan chiqaring, ishdan tashqari. Ishni ishlab topgan pulingiz o'zingiz yoningizga qolar ekan. Ayniqsa qishloqda yashaydiganlar. Mana bizning O'zbekiston sharoitida deyarli 60-70% aholi yer uyda yashaydi, qishloqda yashaydi ko'proq. Juda ham imkoniyat katta ekan bizda. O'zimiz ochib yuramiz ekan xolos. Yana bor imkoniyatdan foydalanmaymizda. Davlatni yomonlaymiz. Buni yomonlaymizda. Misol bizga xuddi davlat olma pish og'zimga tush deb og'zimizni ochib o'tirsak, tashab qo'yish, og'zimizga ovqat tashab qo'yishga majburda. Unaqa emas. Unaqa davlatlar ham bor, to'g'ri. Mana misol Liviyani misol qiladigan bo'lsak, nima kamiydi ularga? Hamma yo'g'i bisyor, juda ham zo'r sharoit qilib bergan hukumatı. Ana shu hukumatni oxiri yiqitib o'zlari. Ana shunda ham noshukirlik qilishdi-yu, banda to'ymaydi. O'ylamang, davlatga bersa yaxshi bo'lib ketadi sharoitimiz deb. Nafsni katta qilmang. Nafsingizni sal tiyib, o'zingizni bor imkoniyatingizda yashab, ana shu bor imkoniyatingizda xursand bo'lib, baxtli yashang, qoniqib. Shukr qilib yashang. Ana shunda nazaringiz ham to'yadi, baxtli ham bo'lasiz. To'ymaysiz misol, hozir har oyda davlat sizga $500 dan bo'pti pul berib turaman desa, baxtli bo'lmaysiz. Oz deysiz uni. Sekin qaniydi shuni $1000 qilib bersa deysiz, asham yetmaydi, garantiya beraman men. Shuning uchun bor imkoniyatdan foydalanib inson baxtli yashash kerak.